Assalomu alaykum. Eee, Bu normativda Jirada yangi task yaratamiz. Priority va description qo'shamiz. Task statusini to do, in progress, done qilib o'zgartiramiz. Hozir Jira saytiga kirib oldik. Birinchi chiqqan Atlassian.net .net saytiga kirib oldik va biza mm, sayt start qilamiz. Sayt start qildik. Bizada tushuntiryapti templatelarni. Keyinchalik o'zgartirsak ham bo'ladi bularni. Hozircha misol uchun mana bu name your project deyapti. Bu yerda proyektimizni nomini yozamiz. Misol uchun bu yerda hozir nima qilishimiz kerakligini, mana what type of work do you need, qaysi turdagi ish bizga kerakligini tanlab olamiz. Bizga hozir task kerak va mana task yaratdik. Mana aytyapti qaysi qanaqa status olaysan deyapti. Hozir bizda shunaqa qolaveradi. Lekin yana qo'shsak ham bo'ladi. Add status qilib turib, hozircha shunaqa qolsin bizga to do, in progress va done kerak. Va bizga o'zi shu Atlassian saytda o'zi bitta sayt sozdat qilib beradi. Hozir qilib berdi va bizga mana bu yerda type turibdi, bu yerda turi, bu yerda summary xulosa, statusi progressda, hozirga ketayotgan, hozirgi qilayotgan ishlar progressda bo'ladi. Datasi odatda 2 haftada tugayish, 2 hafta qilib belgilanadi. Lekin biza buni yana o'zgartirsak bo'ladi. Mana hozir bu yerda 1 hafta turibdi. Bu maqsadi, bu sayni, bu komment yozib ketsak bo'ladi. Endi type'iga ichiga kirib ketsak bo'ladi. Misol uchun nima qilinishi kerak mana shu taskda. Misol uchun next page funksiyasi qo'shilishi kerak deb yozib qo'ysak bo'ladi. Next page function should be added. Mana o'sha next page funksiyasini qo'shib qo'ymoqchimiz. Misol uchun sayt qilmoqchi bo'lsak yoki scrapingda o'sha ma'lumotlarni olib chiqmoqchi bo'lsak, bu yana ichiga kirib ketaveradi. Mana buni hozir yana ichiga kirib ketsak bo'ladi. Endi ikkinchisini qilamiz. Misol uchun bu yerda nima qilish kerak? Bu yerda Seleniumni olib chiqish kerak. Misol uchun Selenium library should be used. Ya'ni o'sha Selenium kutubxonasidan olib chiqish kerakmi? Ya'ni mana shu kutubxonadan foydalanish kerak. Biz saytda ma'lumotni olib chiqib o'tganimizda. Endi mana bu yerga ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Type'ga qo'shib bo'ldik. Endi nima bu statusi nima qilinishi kerak yozib qo'ysak bo'ladi. Buni maqsadini o'zgartirib qo'ysak ham bo'ladi. Hozircha medium turaversin. Mana misol uchun mana bu yerda nima qilinishi kerak degan joyga yozib qo'ysak bo'ladi. Bu to do turaversin. Bu qilinishi kerak bo'lgan narsa, bu progressdagi narsada. Misol uchun mana bu yerga yozib qo'ysak bo'ladi. Nima hozir qilinyapti? Hozir ma'lumotlar olib chiqilyapti. The information missions are being bring from Amazon. Bu hozir progressda nima qilayotganini yozib ketamiz. Mana
informatsiyalar o'sha Amazondan olib chiqilyapti. Olib chiqilyapti. Endi hozir qilinayotgan narsa bu qilinishi kerak bo'lgan narsa. Bu уже qilin bo'lgan taskga yozib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun nima qilin bo'ldi? Misol uchun biz olib chiqib bo'ldik. Misol uchun we have info about book titles. Ya'ni bizada mana shu qilin bo'lgan ishi o'sha book title bizada bor. Demak, buni olib chiqmadi qo'yamiz. Bu yerda har xil kommentlar yozib ketsak bo'ladi. Ho'p, biza Jirada yangi task yaratdik va Mamitga qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Mamitga qo'shamiz, misol uchun description qo'shib qo'ydik. Hozircha yana create qilamiz. Qo'shib qo'yamiz. Bo'ladi. Quick start qilib boshlab yuborsak bo'ladi. Hozir biz description va priorityni qo'shdik. Task statusini o'zgartirdik, ya'ni to do, in progress, and done. Keyin o'zi Scrum bilan Kanbanni farqi bor. Scrum asosan startaplarga mos tushadi. Kanban esa outsourcing firmalarga to'g'ri keladi. Mana bularni hammasini yana o'zgartirib chiqsak bo'ladi. Misol uchun xayr qo'ysak bo'ladi. Mamitga misol uchun har xil anaqalar yozib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda filtr qilsak bo'ladi. Nima bo'yicha? Misol uchun shu hafta bo'yicha yoki qilingan itemlar bo'yicha yoki yana datalarni to'g'irlab qo'ysak bo'ladi. O'shalar bo'yicha bemalol tasklar ustida ishlasak bo'ladi.